Sharq Turkistonda yig'ilish lageriga qamalgan va bu yerdagi zulmlarga shohid bo'lgan Qozog'iston grajdani bo'lgan Ömerning dadisi Bakkalining lagerda qiyin qistoq sababli hayotidan ayrilganligi bildirildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda uning dadisi 78 yoshda bo'lib, lagerdagi nachar sharoit va qiyin qistoq sababli hayotidan ayrilgan. Uning onasi va singlisining texnicha izderigi yo'q. Xitoy iqtisodiy Amerika bilan bo'lgan savdo urush ta'siri sababli 2009-yildagi iqtisodiy krizisdan buyangi eng osti o'sish holiga tushib qoldi. Xitoy e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, oldingi 3 faslda davlat iqtisodining o'sishi 6.15% bo'lib, 2009-yildagi dunyoviy iqtisodiy krizisdan buyangi eng osti o'sish saviyasini yaratdi. Tayvanda minglagan kishi Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish o'tkazib, mustaqillik talabini o'ttirg'a qo'ydi. Sobiq yuqori darajali hukumat amaldorlarini o'z ichiga olgan minglarcha kishi Tayvanning poytaxti Taybeyda Xitoyning yutilishiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar butunlay mustaqil bo'lgan yangi Tayvan davlat qurish uchun umumiy xalq ovoz berish faoliyati o'tkazishga chaqiriq qildi. Hondurasdan Amerikaga berishni ko'zlab yo'lga chiqqan minglarcha kishidan tashkil topgan musofirlar karvoni Meksika bilan Guatemalaning chegarasiga yetib keldi. Guatemala bilan Meksika chegarasidagi ko'rikka yetib kelgan va oldingi kuni kechani u yerda o'tkazgan 3000 dan ortiq ko'chmanning Meksikaga kirishiga ruxsat qilinmadi. Ba'zi ko'chmanlarning sim to'soqlardan o'tib tarafsiz rayonlarga kirganligi va Meksika soqchilarining ularning kirishiga yo'l qo'yilmaganligi xabar qilindi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel davlatining Saudiya Arabistonga qurol sotishga burilishga qo'yganligini va hozirgi sharoitda Saudiya Arabistonga qurol eksport qilmaydiganligini bildirdi. Voqeaning tezdan tekshirib aniqlanish kerakligini ta'kidlagan Merkel, texi hech bir ishning muzokara qilinmaganligini va mas'uliyati bolaning hisob berish kerakligini aytdi.